Ramazon oyida ota-onamni umra safariga jo'natmoqchiman. Qanaqangi turfirma tanli, sharoitlari, bular bo'yicha qanaqa ma'lumotlar olay va qaysi mahalda joy bron qilsam narxlari arzon bo'ladi deganlar. Assalomu alaykum. Videomizni oxirigacha ko'radigan bo'lsalaring, to'liq va chiroyli ma'lumotga ega bo'lasizlar. Rasmiy litsenziyaga ega Centrum Holidays, Farg'ona Marg'ilon Mustaqillik ko'chasi. Aziz obunachilar, umra safariga ketmoqchimisizlar? Shu narsani inobatga olib qo'yinglar. Kimdan bo'lsa ham joylaringni bron qilsalaring, hozirdan bron qilib olinglar. Ramazon oyini 3-10 kunligiga bormoqchimisiz? Narxlar hozirgi kunda 1300-1400 gacha chiqyapti ayrim firmalarda. Eng asosiyini aytib o'taman. 3-10 kunlikka yaqinlashganda joy bron qilaman deganlar sizlar xato qilasizlar. Chunki narxlar $1,500, $1,600 gacha sun'iy ravishda ko'tariladi. Bu har yili bo'lib keladigan holat. O'shaning uchun hozir hali ana shu 3-10 kunlikka kelmay turib hozirdan joylaringni bron qilinglar. Bu bitta mandan bron qilinglar degani emas, lekin biz ham sizlarga xolis yangiliklarimiz, takliflarimizni yetkazib beramiz. Inshaalloh eng asosiysi O'zbekistonda 12 ta viloyatidan aloqaga chiqib, bizda onlayn joylaringni bron qilish imkoniyati. Telegram orqali pasportlar tashlaysizlar. Centrum Holidays rasmiy hisob raqamiga bank orqali to'lovlarni amalga oshirasizlar. Yoki-da Farg'onaliklar, Andijonliklar, Namanganliklar bo'lsa, Farg'ona Marg'ilon Mustaqillik ko'chasi 692-uyga kelib, hisobchilarimizga naqd ko'rinishda to'lovlarni amalga oshirib, to'lov kvitansiyalarni olib ketish imkoniyatiga ham ega bo'lasizlar. Xudo xolasa, bizda yanvar, fevral, mart oylariga inshaalloh qabullarimiz bor. Madina Munavvarada 200 metrdan 400 metrgacha, Makka Mukarramada esa aziz yurtdoshlar 1,5 kilometrdan 2 kilometrgacha bo'lgan gastnitsa. Madina Munavvarada 2 mahal, Makka Mukarramada 3 mahal o'zbek milliy taomlari. Ramazon oyiga borgandan keyin ovqatlar 2 mahalliy rejimga o'tadi. Yuqori yilli, malakali vodiydan borgan povurlar o'zimizning odatiy milliy taomlarimizni tayyorlab taqdim etishadi. O'zimizning oshxonamiz bor inshaalloh. Bundan tashqari Madina ziyoratlari, Makka ziyoratlari, Qizil dengiz sayohati amalga oshiriladi. Ramazon oyiga kelib, Saudiya hukumati tomonidan aynan ushbu ziyoratlar to'xtatilganda barcha ziyoratlar to'xtatiladi. Ravza-i Sharifga kirish masalasi, Ravza-i Sharifga kiralarmikinmiz? O'tgan safar borganimizda kiralmadik. Hozir qonunlar o'zgaryapti ekan. Yo'q. Bizda inshaalloh bizga ishonib umra safariga ketyapsizmi? Barcha ziyoratchilarimizni Ravza-i Sharifga tashriflari amalga oshiriladi. Xudo xolasa. Nima sababdan degan savolga men tajribamdan kelib chiqib turib aytaman. Ko'pchilik firma Madina Munavvarada 2 kecha 3 kunduz bo'linadi, 11 kun Makkada bo'linsa, 2-kuni olib kiramiz deydi. Yo'q akalar. Bizda borgan kunlaring Ravza-i Sharifga kirish tasrixlaring tayyor turadi. Inshaalloh kirib Ravza-i Sharifga ziyoratlarni amalga oshirasizlar. Endi bizda qanaqangi holat bo'lsa ham barcha ziyoratchilarimizni olib kiramiz. Puli, narxi hammasi bizga qiziq emas. Qat'iy nazar biz shu ishonchni zimmamizga oldikmi, olib kiramiz. Nechtasi telefon qilib, Centrumdan boruvdik, Ravzaga kirolmadik, Centrum akalar, xudo xolasa biz olib kiramiz, chiroyli qilib. Avval shunaqa holatlar kuzatilgan bo'lishi mumkin, lekin hozirda umuman bunaqangi holatlar kuzatilmaydi. Ravza-i Sharifga inshaalloh barcha ziyoratchilarimiz kirishadi. Va yuqori yillik tajribaga ega malakali 50 boshlarimiz ham safar bo'lishadi. Reysga to'g'ri kelishsa birga borib birga kelishadi, to'g'ri kelishmasa yo'lboshlar olib ketadi. Qaytayotganda yana yo'lboshlar olib kelishadi. Bugun ham bitta reys uchirdik, xudo xolasa 50 boshi o'zi yo'lbosh guruhni olib ketyaptilar, xudo xolasa. Endi bizda Centrum Holidays bejiklari, Centrum Holidays kamzillari, Centrum Holidays sumkalari beriladi. Va inshaalloh qaytayotganlaringda 5 litrli zamzam suvlari hadya sifatida taqdim etiladi.
va yuqori yilli tajribali birinchi yordam ko'rsata oladigan hamshiralarimiz, doktor xizmatimiz bor. Ota-onalaringni o'zlari bilan olib olgan dorilar bo'lsa, ushbu dorilari, yo'q bo'lsa o'zlari biz tomonidan berib yuborilgan dorilardan foydalanib birinchi yordamni ko'rsatishadi albatta. Bizda yanvar oyiga reyslarimiz inshaalloh xudo xohlasa 31-yanvar Farg'ona Madina yo'nalishidagi reysimiz bor. Aynan ushbu reysimizning narxini $945 qilib beramiz. Bundan tashqari fevral oyiga Toshkentni 3-fevral, 5-fevral, 7-fevral, 10-fevral, 12-fevral, 14-fevral, 17-fevral, 19-fevral, 21-fevral, 24-fevral, 26-fevral, 28-fevral Toshkent Jidda $995 bemalol aloqaga chiqishlaring mumkin. Toshkent Madina reys so'raganlarga 7, 14, 21, 28-fevral Toshkent Madina yo'nalishida buni ham narxini $995 qilib beramiz. Bemalol aloqaga chiqishlaring mumkin. Endi Vodiydan reys so'raganlarga 2 Namangan Jidda yo'nalishidagi reysimiz 2-fevral $950. 7-Farg'ona Madina, 14-Farg'ona Madina, 8-Farg'ona Madina yo'nalishidagi reyslarimiz xudo xolasa ushbu reyslarimiz $995 chiqardi. 15-Namangan Jidda, 21-Farg'ona Madina yo'nalishidagi reyslarimiz esa $1050. Endi Ramazonning 3-10 kunligi hayit namozi, Laylatul Qadr kechasini o'qib kelamiz. Bizga Madina bas Jidda aeroportiga reys bo'lsin deganlarga xudo xolasa ushbu reyslarimizdan ham yangilik bo'lgan. 3-fevral Farg'ona Jidda $950, 10-fevral Farg'ona Jidda $980, 17-fevral Farg'ona Jidda $1100, 24-fevral Farg'ona Jidda $1200, 3-mart, 10-mart Farg'ona Jidda yo'nalishida Ramazon hayit namozi, Laylatul Qadr kechasini o'qib kelamiz deganlarga aynan mana shu mart oyidagi 3-10 kunlik uchun reyslarimiz buni narxi $1300 chiqqan. Xudo xolasa Toshkentdan ham shu sanalarga reyslarimizga yangilik bo'lish ehtimoli bor. Buni ham taxminiy narxi $1300 chiqadi. Xudo xolasa kimga shunaqangi reyslarimiz kerak bo'lsa, litsenzionni firma orqali chiroyli sharoitda umra safariga boramiz deganlar bo'lsa, hozirroq aloqaga chiqinglar. Centrum Holidays hisob raqamlariga yoki aytib o'tganimizdek ofisimizga kelib naqd ko'rinishda to'lovlarni amalga oshirib o'zlaringiz joylaringiz bron qilsalaring bo'ladi. 5 kishi, 10 kishi ko'pchilik bo'lib umra safariga bormoqchi bo'lganlar ham bemalol aloqaga chiqishlaring mumkin. Ekrandagi raqamlarda WhatsApp, Telegram bor. Bemalol aloqaga chiqib to'lov ma'lumot olsalaring bo'ladi.